Avtoturargoh uchun soatiga $25 to'lamayman. Bundan arzonroq joy topa Bir olmaymiz. kvartal narida bepul avtoturargoh bor. 20 daqiqadan beri aylanib yuribmiz. Men Sen to'layman. to'lamaysan. Agar 15 daqiqadan ko'p kechikadigan bo'lsak, joyni bekor qilishimizga to'g'ri keladi. Ular bekor qilganimiz uchun har birimizdan $25 tovon pul Shoshma. olishadi. Nima? Jiddiy aytyapsanmi? Senga buni 10 marta Bu takrorladim. haqiqiy talonchilik ko'dim. Taksi chaqirsak ham bo'lardi. Taksida ketishga $50, keyin restoranga yana $200 sarflash uchunmi? To'lovini to'lay olmasang, mashina olib nima qilasan? Ana u yerga qo'ysakchi. 40 daqiqaga $20mi? Bu qanaqa hisob-kitob bo'ldi? Yubileyimizda yigitim bilan pul uchun tortishishni xohlamayman. Kechir, maylimi? Sen aytgan joyga to'xtaymiz. Nima qilyapsan? To'xta. Kechir, mayli, kechir. Shunchaki pulim yo'q. Men unutibman. Nima? Nimani unutding? Meni sevishingnimi? Kambag'alliging uchun sendan nafratlanishni xohlamayman, lekin hozir nafratlanyapman. Buning uchun o'zimdan ham nafratlanyapman. Seni baxtli qilish qanchalik qiyinligini bilasan. Men esa seni baxtli bo'lishingni istayman. Buning uchun harakat qilyapman, rostdan. Bilaman. Bu men uchun deyarli yetarli. 5 yilligimizda do'konchadan ovqat olib ketayotganimizga e'tibor bermaslikni istardim, lekin unday qila olmayman. Sen mendan nafratlanmoqchisan. Men esa o'zimdan battar nafratlanyapman. Tushunyapsanmi? Sendan nafratlanmayapman. Nafratlanyapsan. Muhabbatimiz yo'qligi uchun emas. Pulimiz yo'qligi uchun.